Hayotda ko'pchilik xohlaydi o'zini qilayotgan ishida, o'zini sohasida top urovnylarga erishishi, katta natijalarga erishishi, boshqacha til bilan aytganda chempion bo'lishi. Lekin meni ham shu savol ko'p qiynardi. Ko'p yillardan beri o'ylardim, qiziqardim. Katta muvaffaqiyatga erishgan insonlarni hayotini o'rganib, milliarderlarni, multimillionerlarni, millionerlarni hayotini o'rganish davomida shu bugungi kungacha o'rganib bitta fikrga keldim. Shu bilimlarim bilan bugun sizlar bilan ulashmoqchiman. Videoni oxirigacha albatta ko'ringlar va o'zingizlarning fikringizni izohlarda qoldiringlar. Do'stlar, meni birinchi marta ko'rayotgan insonlar uchun meni ismim Bahrom Bahodirov. Biznesmen, praktikman, investor. Meni juda ham ruhlantiradi. Bilgan bilimlarim, o'zimni erishgan yutuqlarim bilan ozgina ulashib, insonlar bilan ulashib, insonlarda ham men qilgan tajribalardan foydalanib, men aytgan bilimlardan foydalanib, qanaqadir bir natijaga erishsa, yaxshi tomonga. Albatta xursand bo'laman. Do'stlar, fikrimni boshida bir chempion misolida, bir sportsmenni misolida tushuntirishga harakat qilaman. Mirovoy chempion maqomiga erishish uchun qanaqa xislatlarga ega bo'lish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak? Birinchi o'rinda insonda shu talantni borligi. Ruschasiga aytganda природные данные deymiz. Insonning o'sha xarakteri, o'sha insonning fiziologiyasi, o'sha qaysi yo'lda yurmoqchi, shunga mosligi. Природные данные. Bu narsani bo'lishi bu juda ham muhim. Ikkinchisi nastavnik deymiz, ustozi bo'lishi. Men hech qanaqa o'zimni kuzatuvlarim, o'rganishim davomida ko'rmadimki, qanaqadir chempionni ustozi bo'lmaganini. Hammasida ustozi bor. Ustozi bo'lishi bu juda ham muhim. Va doimiy trenirovka. Doimiy o'sha o'zini yurayotgan yo'lida davomiy trenirovka qilishi bu juda ham muhim. Va uni odatlari, hayot, obraz жизни deymiz, uni odatlari juda ham muhim. Чтобы hayotida har doim inson foydali odatlarni tatbiq qilib, o'shani внедрить qilib, o'shani praktika qilishi. Bu juda ham samodistsiplina desa bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, samodissiplinani bo'lishi juda ham muhim. Va albatta inson keyingi urovnyga chiqish uchun pul, sponsor bo'lishi. Sponsor ham, investitsiya ham muhim narsa. Va albatta insonni fokus, vnimaniyasi o'sha yurayotgan yo'liga asosiy fokusini qaratishi. Yana shu fokus to'g'risida bitta fikr aytib ketmoqchiman. Fokus o'zi nima? Meni fikrim bo'yicha fokus degani inson xohlayotgan narsangiz 5 ta bo'lsa, xohlayotgan 4 tangizdan voz kechishingiz yoki 3 tasidan voz kechishingiz. Xohlamayotgan narsangizdan shundoq ham voz kechasiz. Qilmaysiz u narsani. Xohlayotgan narsangizni qisqartirib, eng samimiy effektivnisiga fokus qilish mana shu fokus meni fikrim bo'yicha. Sizlarda ham qanaqa fikr bo'lsa, albatta izohlarda qoldiringlar. Va mana shu etib o'tgan ingrediyentlarni, shu kачествоlarni bir joyga jamlashganidan keyin o'sha boyi biz aytganimizdek chempion bo'lish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi do'stlar, biza tadbirkor, biznesmen insonlar kompaniya misolida agar misol keltiradigan bo'lsak, aytaylik milliardniy kompaniya, o'sha multimillionniy kompaniya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Shunaqa kompaniya qilish uchun, milliardniy sostoyaniyaga chiqish uchun. Birinchi o'rinda faraz qilaylik, mышление, biznes mышленияni развитый bo'lishi. Bu ham juda kerak. Ingredient, biznes mышленияsiz inson bunaqa katta biznes qurish imkoniyati yo'q. Birinchisi. Ikkinchisi ustozi bo'lishi. Sizdan oldin bu narsani qilib ko'rgan inson. Men ko'pincha shu gap qaytaraman. Bu dushi уже здесь. То есть biza xohlamoqchi bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan ishlar davno qayerdadir qilingan уже. Xuddi shunaqa biza qilmoqchi bo'lgan ishni kimdir уже qilganda, bizdan sal ko'prog'ini. Har doim ustoz bo'lishi va ustoz bilan davomiy ishlash. Bu juda muhim. Va qaysi nishada harakatlanish, qaysi nishaga kirish. Misol uchun aytaylik, siz qanaqadir bir soha biznesda yurmoqchisiz,
o'sha otrasida bozorni kattaligi, o'sha yerda siz o'sishingizga imkoniyat borligi. Bir xil misol uchun shunaqa otraslar bor, u yerda bozor o'zi kichkina, siz u yerda qanaqa harakat qilmang, haligi do'xli loshad deymiz-ku, imkoniyati yo'q u yerda katta bo'lish. Shuning uchun otraslikni, o'sha nishani ham juda katta ahamiyati bor. Bu biz aytaylik 3-ingredient. 4-si biznes model. Biznes modelingizni qanaqaligi? Biznes modelingizni siz qanaqa uni korrektirovka qilib, qanchalik biznes modelingizni gibkiligi, biznes modelni zo'rligi. Bu ham juda muhim. Va keyingisi bozorni o'suvchanligi. Insonlar bu siz yaratayotgan qanaqadir produktni ishlab chiqarasizmi yoki va hokazo nima bo'lmasdan usluga bo'ladimi? Buni qanchalik darajada insonlar doimiy foydalanadi va buni o'suvchanlik darajasi qanaqa? Bu ham juda muhim. Bozorni o'suvchanligi. Va shunga yarasha sizni bilim va naviklaringiz, o'sha o'zingizning yo'nalishingizda, o'zingizning sohangizda bilimingizni davomiy oshirib borishingiz. Bu ham juda muhim. Va albatta связь. Insonlar. Siz xohlayotgan yo'lda o'sha katta natijaga erishishingiz uchun sizga yordam beradigan insonlar, связи deymiz, окружение yoki sreda. O'sha atrofingizda shunaqa insonlar bormiki, qanaqadir sizga energiya berib, siz bilan haligi sizga yordam beradigan, sizni atrof muhitingiz, sizni kerakli insonlarga dostupingiz, связинgiz qanaqa darajadaligi. Va albatta keyingisi o'sha management, insonlar bilan qanaqa kelisha olasiz, qanaqa komanda tuzishga naviklaringiz, insonlar bilan взаимодействияni, insonlar bilan munosabatni. Qisqa qilib aytganda, qanchalik darajada siz munosabatchisiz, qanchalik darajada networkingda navikingiz kuchli. Mana bu juda ham muhim narsa. Va sizni ishlab chiqarayotgan yoki ko'rsatayotgan o'sha produktingizni kачествоsi, produktingizni zo'rligi. Bu ham bitta asosiy ingrediyentlardan bittasi. Va albatta investitsiya, pul. Pul ham juda muhim. Siz o'sha zo'r produkt, hamma haligi aytib o'tgan nimalarimiz, ingrediyentlar bor, lekin pulga taqalganda sizda muammo bo'lsa yoki qanaqadir baryer bo'lsa, u ham bitta muammo. Lekin meni tushunishlarim bo'yicha, shu kungacha kelgan tajribam bo'yicha, siz o'sha boshida inson qanaqadir bir kichkina remeslodan boshlaydi va keyin sekin qanaqadir предприниматель уровениga chiqib, tadbirkorlik bilan, yakka tartibda tadbirkorlik bilan shug'ullanib, keyin sekin o'sib biznes bilan shug'ullanayotganda, keyin uni biznesni upakovka qilib, ichini tizimlashtirib, hamma o'sha kerakli ishlarni qilgandan keyin sekin uni kengaytirish, masshtabирование уровениga chiqqanda, o'sha xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz o'zingizni pulingizga masshtabироваться qila olmaysiz. Sizga o'sha investitsiya kerak bo'ladi. Lekin o'sha investitsiyani jalb qilishga eng muhim narsa sizda reputatsiya. Sizni o'sha karyerangiz davomidagi eko отношения tuzishingiz, insonlar bilan взаимодействиеңiz, insonlar bilan pulli munosabat qilgandagi orttirgan reputatsiyangiz bu sizga juda ham yordam beradi. Qisqa qilib aytganda, sizni insonlar bilan eko отношениеңiz. Agar sizda eko отношения bo'lmasa, siz o'sha ma'lum bir etapga, biznes uroveniga, biznesni o'sha masshtabировать qiladigan uroveniga chiqqaningizda, shu eko отношения bo'lmasa, siz uni pulga sotib ola olmaysiz. Eng kerakli, eng qimmat narsa bu reputatsiya. Shuning uchun investitsiya jalb qilish, investitsiyaga kerak bo'lgan paytda reputatsiya juda ham muhim. Boshidan, hozirgi qadamlaringizdan siz o'sha ertaga kunni o'ylab, reputatsiyangizni har doim himoya qiling. Reputatsiyaga juda ham ahamiyat berishni tavsiya qilaman. Va texnologichность. Kompaniya qanchalik darajada texnologichniy bo'lsa, har doim uni o'sha tan narxi, aytaylik, o'sha haligi расходlari administrativniy kamayadi. Texnologichniy bo'lish bu juda ham muhim. Bu ham bir kerak ingrediyentlardan bittasi. Va marketing, конечно. Marketingsiz ham siz xohlagan, qolgan hamma narsa bor-da, lekin marketingni yaxshi qila olmaysiz. Bu ham bir
busiz ham erishish mumkin emas katta natijaga. Va sizni o'sha boya aytganimizdek vaqt qanchalik darajada ajratishingiz va fokusingizni shu narsaga maksimal berishingiz. Mana shu aytib o'tgan hamma ingrediyentlarni bir joyga jamlashishi ana o'shanda imkoniyat beradi sizga katta kompaniya tuzishga. Hozirgi kunda men shu o'rganishlarimdan o'shaligi bilim olib, tahlil qilib, shu fikrga keldimki, mana shu ingrediyentlar hammasi jamlashsagina biza katta natijaga erishishimiz mumkin. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, nimadir olgan bo'lsangiz, albatta fikrlaringizni izohlarda yozinglar, fikringlar bilan bo'lishinglar va albatta kunlik insightlarni olib turish uchun meni Instagram yoki Telegram kanalimga obuna bo'linglar va o'zim tajribalarim bilan ulashishda har doim davom etaman.